Tahoe avtomobili ko'rinishi juda ham katta, lekin ovozi yo'q. Biz uni o'zgartirdik. Egalari spesial skromniy variant xohladilar, nasadga chiqarmasdan faqat ovozni o'zgartirdik. Oilaviy yurganlarida bitta knopkani bossa, ovozi past stok chiqadi, lekin ulfatlar bilan yoki bir o'zlari yurganlarida yana bitta knopkani bossa, ovozi o'zgaradi va balandlashadi. Hozir mashinani yurg'izib, birgalikda mazza qilib ovozni eshitib ko'ramiz.